Ketaman O'zbekistonga deb yurganlar, gransiya xizmatdan foydalanishingiz kerak. Jonga tegdi Rossiyasi ham. Lekin ishlamasam bo'lmaydi-da, aka deb turib chamadonlarni tayyor qilib turmish o'zimga o'sha mana jaydarib vallahi sizlar uchun ushbu video. Qarang, gransiya xizmati kerak sizga. Rossiya hududidasiz. Mashinada borib qiylanib kelib yuramanmi deb o'ylanib turadigan hoja kelar. Endilikda sizlar bir kunda samolyotda mashinadan 2 barobar arzon narxda borib kelsanglar bo'ladi. Nimaga deysizlarmi? Keling men hisoblab beraman sizga. Mashinada boradigan bo'lsangiz, kamida 10,000 rubl shoferga pul berasiz. Undan tashqari 3 kunlik yeb ichishingiz bor. Kuniga 2,000 dan yesiz ham 6,000 lik yeysiz, 16,000 bo'lyapti. Undan tashqari do'stim yo'lda ichki ishlar xodimlari to'xtatib kutib turgan bo'lsa, kamida 5,000 rublingiz ketadi, 21,000 rubl bo'lyapti. Undan tashqari 3 kun ish haqingizdan yukizasiz. 3 kun ish haqingiz hisoblang, 3,000 dan ishlasangiz ham 9,000 pul bo'lyapti. 30,000 atrofida chiqib ketyapti mashinada boradigan bo'lsangiz. Endi samolyotda boradigan bo'lsangiz 11,500 rubldan boshlanadi narxlar. Ya'ni bu sizga tuda obratna biletingiz, taksi xizmati ichida bo'ladi. Ya'ni siz Samara shahriga uchasiz, erta shoferlarni sizni gransiya qildirib, yana Samarani aeroportiga olib kelib qo'yadi. Yesiz, obetingizga bir kunning ichida 1000 rubllik yeysiz. 12,500 rublga sizga tushyapti. Lekin bir kunda maza qilib komfort holatda gransiya xizmatdan foydalanasiz. Do'stim, qaysi biri sizga qulay? Kommentariyada yozib chiqib keting. Haqiqatni yozing faqat. Agar qiziq bo'lsa, ko'rsatilayotgan nomerlarga telefon qilasizlar. Assalom.